Nima uchun kontraseptiv vositalardan ko'p ayollarimiz implantni tanlamoqda? Bilasizlar, bachadon ichi vositasi, ya'ni spiraldan foydalanayotgan bo'lsa, biz bachadon ichiga ana shu spiralni qo'yamiz va joylaymiz. Ba'zi bir holatlarda shifokorlarimiz spiralni ipini uzunroq qoldirsa, juda ko'p holatlarda jinsiy aloqa paytida noqulayliklar keltirib chiqazadi. Bundan tashqari, spiral o'z nomi bilan bachadon ichi vositasi. Ya'ni bunday holatlarda o'z vaqtida ginekolog nazoratida bo'lmasa, ana shu bachadon ichi vositasi orqali bachadon bo'shlig'iga infeksiya kirishi, bachadon nayor orqali qorin bo'shlig'iga tushishi, tuxumdonni zararlashi, hattoki qorin bo'shlig'ida kuchli chandiqli jarayonlar, fibrinlar hosil qilishi mumkin va bachadon naylari o'tkazuvchanligiga ta'sir qilishi hamda tuxumdonni faoliyatiga keskin yomon ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun ham so'nggi paytda ayollarimiz implantni tanlamoqda. Implantni bilasiz, o'z navbatida biz bachadon bo'shlig'iga qo'ymaymiz. Chunki ba'zi bir ayollarimiz bachadonimga implant qo'yib bering deb kelishadi. Implant o'z navbatida ayolimizni o'ng yoki chap qo'liga qo'yiladi. Ko'rib turganinglardek, implantimiz 4 sm atrofida mahalliy og'riqsizlantirish ostida ayolimizni qo'liga ana shu implantni joylaydigan asbob kiritiladi. Ma'lum bir soniyalarda qo'lga joylashtiriladi. Shuni aytib o'tishim kerakki, implantni ta'sir qilish muddati 3 yil hisoblanadi. Jinsiy a'zolarda yallig'lanish keltirib chiqadigan holatlarni keltirib chiqazmaydi. Implantning afzalliklari haqida gapiradigan bo'lsak, implant qo'yilgandan keyin juda ham ko'p ayollarimizni holati haqida xabar olganimizda, hayzdagi og'riqlar spiral qo'yilgandagi holatligiga nisbatan yengilroq kechayotgani haqida ma'lumot berishadi. Bundan tashqari, implant qo'yilgandan keyin kundalik e'tiborni talab qilmaydi. Ayollarimizga eng yoqqan tarafi, tug'ruqdan keyin implantni sirazi qo'ysa bo'ladi. Emiziklik davrida ham implant qo'yish tavsiya beriladi. Kesirvadan keyin spiralga o'xshab 6 oy poylab turilmaydi, ya'ni 2 oydan keyin bemalol implantni biz qo'lga joylashimiz mumkin. Faqat implant yaxshi tavsiyaga, yaxshi otsepga ega deb o'ylamang. Ba'zi bir holatlarda organizm qabul qilmaganda teriga ta'sir qilib, ba'zi bir ayollarimizda kamdan kam holatlarda terida qizarish, qichishish, ya'ni qabul qilmaslik holatlar bo'ladi. Ana shunaqa holatda biz implantni olib tashlaymiz. Lekin eng afzallik taraflari shundaki, biz implantni olganimizdan keyin juda ko'p ayollarimizda homiladorlik tezroq kuzatiladi. To'xtang. Haytganchi, hozirgi kunda siz kontraseptiv vositalarni qaysi turidan foydalanayotganligingiz haqida kommentariyada izoh qoldirishingiz mumkin. Yoki-da hali foydalanib ulgurmasdan ma'lumotga ega bo'lmayotgan bo'lsangiz, qabulda yana ham to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin va birgalikda sizga biz kontraseptiv vositani tanlab beramiz.